Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzumiz ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish. Ta'lim jarayonida quyidagi interfaol metodlardan foydalansak bo'ladi. Aqliy hujum metodi, muammoli ta'lim metodi, rolli o'yin metodi, kichik guruhda ishlash metodi va boshqa metodlardan foydalansak ham bo'ladi. Aqliy hujum metodi. Berilgan rasmdan 15 ta farq toping. O'zimiz o'tadigan darsga bog'liq bironta rasm bilan ishlaymiz. Bu mashq uchun 5 minut vaqt ajratamiz. Bu mashqni asosan 5-7 sinflarga qo'llash ma'qulroq. Bu mashq bilan o'quvchining zehnini baholash mumkin. Bu metodda fanga mos suratni tanlash kerak. Keyingi metodimiz yalpi fikriy hujum metodi. Bu matn biologiya faniga mo'ljallangan. Bu usulda sinfni 6 ga bo'lamiz va 3 xil mavzu beramiz. Berilgan rasm bo'yicha ilmiy va badiiy matn tuzing. Rasmga asoslangan holda guruhlarga bo'lingan o'quvchilar matn tuzishadi. Matnlarni o'quvchilar o'qib berishadi va eng yaxshi yozilgan ilmiy va badiiy matn guruhdan tanlab olinadi. Matn yozishga 15 daqiqa vaqt ajratilishi kerak. Va yana qora quti metodi. O'quvchilarni 6 ta guruhga bo'lamiz. Har bir guruhga bittadan topshiriq beramiz. Qaysi guruh topshiriqni aniq va to'g'ri bajarsa, u guruhdan bir kishi o'qituvchi vazifasini bajaradi. O'qituvchi har bir guruhga berilgan so'zlarga 10 tadan misol yozishni buyuradi. Bu jarayon o'qituvchi tomonidan ham sinchkovlik bilan kuzatib boriladi. Masalan, zid ma'noli so'zlarga 10 tadan misol, iboraga ham 10 tadan misol, atoqli ot so'ziga ham 10 tadan misol, qo'shma so'zga ham 10 tadan misol, so'z birikmasiga ham 10 tadan misol, tasviriy ifodaga ham 10 tadan misol yozishlari kerak bo'ladi. 3x3, 4x4, 5x5 metodi. Morfologiya kursini yakunlashga doir mashqlar bajarish. Avval sinfni 3 ga bo'lib olamiz. Birinchi guruh morfologik birliklarni topishadi. Ikkinchi guruh morfologik birliklarning ma'nosini izohlaydi. Uchinchi guruh har bir morfologik birlikka kamida 2 tadan misol aytadi. Bu mashqni bajarish uchun 15 daqiqa vaqt ajratiladi. Morfologiya bo'limiga oid tushunchalarni ajratib, ularning ma'nosini sharhlang. Quyidagi so'zlarning ma'nosi sharhlanadi. Ot so'z turkumi, grammatik ma'no, mustaqil so'z turkumi, bo'g'in, harakat nomi, orttirma nisbat, so'z birikmasi, sinonim, antonim, paronim, so'zlar, hozirgi va kelasi zamon, ko'makchi fe'l, qo'shimcha, so'zning o'z va ko'chma ma'nosi, bog'lovchi, ko'makchi yuklama, rang tus sifatlari, ibora, chamason, tasviriy ifoda, harf, imlo, qo'shma so'zlar. Qizil va yashil rangli kartochkalar bilan ishlash metodimiz. O'qituvchi tahsil oluvchilarning soniga ko'ra har bir tahsil oluvchi uchun qizil va yashil rangli kartochkalar hamda mavzuga oid savolnoma tayyorlanadi. Savolnomadan ha yoki yo'q tarzida javob berish mumkin bo'lgan savollar o'rin olgan. Tahsil oluvchilarga qizil rangli kartochkalarning tasdiq, yashil rangli kartochkalarning inkor ma'nosini anglatishi uqtirib o'tiladi. Tahsil oluvchilar o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga tasdiq yoki inkor ma'nolarini anglatuvchi kartochkalarni ko'rsatish asosida javob qaytaradilar. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfida iqtisodiy bilim asoslari fani bo'yicha tashkil etilgan mashg'ulot jarayonida
qizil va yashil rangli kartochkalar bilan ishlash metodini qo'llashda tahsil oluvchilarga quyidagi savollar berish mumkin. Mana bu yerda kartochkalarimizning shakli berilgan. Qo'shningni top metodi. Bu o'yinda sinf o'quvchilari ikki guruhga bo'linadi. Birinchi guruhga jumlalar, ya'ni savollar beriladi. Ikkinchi guruhga javoblar tarqatiladi. Birinchi guruhdan bir o'quvchi turib jumlani o'qiydi. Shu jumlaga mos ravishda ikkinchi guruhdan bir o'quvchi javobni o'qiydi. Javob to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini savol bergan o'quvchi izohlaydi. Bu jarayonni o'qituvchi kuzatib turadi va o'quvchilarni baholab boradi. Bu o'yin 15 daqiqaga mo'ljallangan. Va keyingi metodimiz aql charxi metodi. Bu o'yinda o'quvchilarning topqirligi, chaqqonligi asosiy rol o'ynaydi. O'quvchilar rasm orasidan raqam qidirish uchun 60 sekund vaqt beriladi. Sinf o'quvchilari ikkiga bo'linadi. Har bir guruhda bittadan o'quvchi chiqib, berilgan raqamni izlashadi. Shart oxirida ko'p raqam topgan guruh g'olib hisoblanadi. Mana bu yerda berilgan raqamlarni topishlari kerak bo'ladi. Va darsimizning so'ngida mantiqiy savol berilgan. Qo'lingizda bir karton, qutida mix va sham bor. Shamni eshikka qoqib, uni yoqishingiz kerak. Shamni qanday eshikka qoqish mumkin? Javobingizni kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.